Shu desanglar devichka xollar, bugun xo'jayinimdan ertalabda tandirli somsaga zakaz oldim. Voy, o'zi domda o'tirsam, ustiga ustak Rossiyada bo'lsam, endi tandirni qayerdan topaman deb o'ylana o'ychi o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiribdi deb darrovgina xamir qoridim. Xamirni kattaroq qoridimda ertalabda issiqqina choy bilan qatlama zo'r ketadi deb birinchi bo'lib qatlamani tayyorlab oldim. Qatlama ichiga yuvib to'g'ralgan piyoz hamda ukrop qo'shilsa yana ham yeyishli bo'ladi. Menda 6 dona qatlamaga zuvolalar chiqdi. Xamirni bir qismidan qatlama qilgan bo'lsam, yana bir qismini ikkiga bo'ldimda ikkita kichkinagina xuddi shu ko'rinishda qilib yoyib, ustma-ust qilib, o'rtasiga margarin surtib, xuddi shu ko'rinishda chiroyli qilib tortib o'rab oldim. O'ylab qarasam, bizdaqa kichkina oilaga 6 ta qatlama ko'plik qiladi. 4 tasini olib morosilkaga jo'natib yubordim. Ovqat qilishga ulgurmagan kunlarim olib ozgina eritib bemalol ishlatsam bo'ladi. Ikkitasini esa chiroyli qilib yoyib oldim. Qarasam, somsani xamiri ham bo'shab ketayotganga o'xshagandi. Darrov ketma-ket uni ham kesib oldim. O'rtacha kattalikda kesib, bu ham ko'pga o'xshaganda 3 dan 2 qismini kesib oldimda, bir qismini morosilkaga jo'natib yubordim. Kesilgan zuvolachalarni o'rtasini qalinroq, chetlarini esa ozroq yupqa qilib, nachinkasi uchun kartoshka, piyoz hamda go'shtdan foydalanib somsalarimizni uchburchak shaklda tugib oldim. Yuzlari qizarib, chiroyli pishishligi uchun tuxum sarig'iga ozroq sut qo'shib, yuzlariga surtib, chiroyli qilib sedana bilan bezab, oldindan qizdirilgan 220 gradusli duxovkamizga 40 minutga jo'natib yubordim. Somsalarimiz pishib chiqquncha qatlamamizni ham pishirib olamiz. Ishoninglar, ikkalasini tayyorlaguncha sabrim yetmadi, qornim shunaqangi ochib ketdi. Shartta elif tushonkalarini oldimda yeyishni boshlab yubordim. Ishoninglar, shunaqangi mazali va yumshoq chiqqan, qo'rqmasdan farzandlaringiz uchun ham bersangiz bo'ladi. Muhimi sifatli va halol. Mol go'shtlisi ham bor, hozir menda tovuqlisi. Yosh bolali onalar uchun ayni muddao ekan. 3 ta 4 ta uyingizda tursa zarar qilmaydi, chunki ovqat qila olmagan kuningiz shunda olasiz, dasturxonga tortasiz. Bemalol ovqat o'rnida o'tadi. Men-ku qornimni to'qlab oldim. Endi qorni ochlarga ham qaray. Qatlamamiz ham, somsamiz ham ko'ngildagidek pishib chiqdi. Ana endi baho beringlar-chi. Yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Haytgancha tez-tez ko'rishib turishlik uchun yurachani qizartirish esdan chiqmasin.